Imom al-Buxoriy qoldirgan boy ilmiy meros va u bilan bog'liq obidalar xalqimizning ma'naviy qadriyatlarini asrab-avaylash, yosh avlodni ilm-fan va ezgulik ruhida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda Samarqand viloyatining Payariq tumanidagi Xartang qishlog'ida joylashgan Imom al-Buxoriy yodgorligi majmuasi yurtimizdagi eng muqaddas ziyorat maskanlaridan biridir. Majmua tarkibida Imom al-Buxoriyning maqbarasi, masjid, kutubxona va ziyoratchilar uchun qulay sharoitlar kiradi. Shuningdek, Samarqand shahrida barpo etilgan Imom al-Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi allomaning ilmiy merosini chuqur o'rganish, tadqiq etish va dunyo miqyosida targ'ib qilish bilan shug'ullanadi. Bu markaz hadis ilmi va islom sivilizatsiyasini o'rganishda muhim ilmiy maskan hisoblanadi.